3 yildan oshiq og'ridim. L5S1da 7 mm rejam bor edi. Holatlar qanaqa? Zo'r, Xudoga shukr. Hamma yo'g'imiz yaxshi bo'lyapti. Qanday bo'yicha keldingiz? Bel disk churrasi grija bo'yicha 3 yildan oshiq og'ridim. L5S1da 7 mm rejam bor edi. 3 yildan oshiq qattiq og'ridim. Endi har xil yil oldim, fizioterapiya oldim. Hamma usullarini qilib ko'rdik. Shu operatsiyaga chor bo'lgan hamma usullarini qildim, lekin og'riqlar vaqtinchalik qo'yardi xolos. 10 oyoqqa og'riq berib, boldirni orqasidan shu pastgacha og'riq berardi. Yurish, uxlash, har doim shu harakatim chegaralangan edi. Operatsiyalar yaxshi o'tdi. Juda zo'r, juda ma'qul. Xursandman. Yurishlarim yaxshi hozir, Xudoga shukr. O'ziga o'xshagan bemorlarga tavsiya qilamiz. Endi menga o'xshab, menimcha juda ko'pchilik shu operatsiyadan qo'rqadi. Lekin hozir umuman qo'rqadigan joyi yo'q ekan buni. Oddiy operatsiya qilib oldinglar, unaqa qiyin operatsiyalar emas. Agar haqiqatan ham hamma nimalarni ko'rgan bo'lsa, tavsiya beraman. Shu Furqat akaga rahmat kattakon. Men oldin Furqat akani o'zi Toshkentgacha oqtarib borib, shu Furqat akada davolanib, shu maslahatlarini olib, ko'riklariga Toshkentga borardim. Furqat akaga, hamma doktorlarga rahmat. Xudoga shukr, mana og'riqlar yo'q, ham yo'q zo'r. Bemalol. Bemalol yuryapman.